Assalomu alaykum. Bugun kapuchino uchun sutni qanday to'g'ri ko'pirtiramiz? Shu haqida gaplashamiz. Sutli ichimlikda eng muhim narsa qahva va sutning to'g'ri taqsimoti va undan tashqari qahvaning issiqligi va qahvani buxor yordamida to'g'ri ko'paytirish va ko'pirtirish. Kapuchino standart o'roq 150 va 170 ml bo'ladi. Agar bu double bo'ladigan bo'lsa, buni 2 ga ko'paytiramiz. Kapuchinoda sutni ko'pirtirish uchun bizga kerak bo'ladigan Picturelar ikki xil bo'ladi. Oldin enerjivekalar bo'lardi. Hozir teflonlar ham bor. Teflon qoplamali picturelar bizga sutni elastikroq bo'lishiga va ichida bemalol harakatlanishiga ko'proq yordam beradi. Picturelarimizni millilitri odatda 600 ml, yo'qsam deylik 300 ml. Undan tashqari kichkina 150-200 ml picturelar ishlatsak ham bo'ladi. Agar kafenyada 300-400 ml hajmdagi chashkalarimiz, finjonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz 1 litrlik yo'qsam 800 ml picturelar ishlatsak ham bo'ladi. Sut ko'pirtirayotganda juda ham muhim narsalardan bittasi, har qanaqa sut bo'lishidan qat'iy nazar, obrabotkadan o'tgandan qat'iy nazar, ya'ni pasterizatsiyaning bir nechta turlari bor. Sut doim sovuq bo'lishi kerak. Bu bizga sutni uzoqroq muddat buxoridagida elastik holatga olib kelishimizga yordam beradi. Agar biz iliq sut ishlatadigan bo'lsak, sutimiz juda ham buxor ichida tez isiydi va biz buni to'g'ri ko'pirtira olmaymiz. Ya'ni biz xohlagan qavomga olib kelishimiz qiyin bo'ladi. Faqatgina sutimiz ko'pik holatda kelib qoladi. O'shaning uchun sutimiz doim sovuq bo'lishi kerak. Ya'ni xolodilnikdan olingan, muzlatgichdan chiqqan sutni ishlatishimiz kerak. Buxor nayimiz deymiz, ya'ni deylik farsonkamiz. Sut ko'pirtirishdan oldin agar biz uzoq muddatdan beri kofe mashinasida sut ko'pirtirmagan bo'lsak, ya'ni zakazimiz kelmagan bo'lsa, buyurtmamiz yo'q bo'lsa, buxor nayida qisman suv to'planib qolgan bo'ladi. O'sha buxor nayida to'planib qolgan sutni biz chiqazib olishimiz kerak boshida. Chiqazib olayotganda o'sha latamiz bilan olib bir marta qilishimiz yetarli bo'ladi. Agar biz ketma-ket zakaz berayotgan bo'lsak, nomigina chiqazib qo'yishimiz buxori yetarli bo'ladi. Biz hozir ikki hissalik kapuchino tayyorlab ko'rsatib beraman sizlarga. Picture bilan ishlayotgan paytda yo'l qo'yadigan xatolardan bittasi picture ushlaydigan joyidan ushlamaslik va aksine shu holatda tutish yoki bu holatda tutish. Bu nimaga olib keladi? Sut ko'pirtirayotganda sutning darajasi 70 yoki 65 daraja bo'lishi kerak. Bu holatda ushlaydigan bo'lsak, sutni 40-45 darajada issiq qo'limiz issiq his qilgan holatda o'chirib qo'yishga olib keladi va sutli ichimligimiz kerakli darajada issiq, ya'ni qaynoq bo'lmaydi. O'shaning uchun sut ko'pirtirayotganda picture ushlash joyimiz picture tutqoch. Ushlayotganda ham bundoq qilib hamma qo'l tiqib olmaydi. Ya'ni picture ushlag'uchi va picture o'zi bilan orasida joy qolishi kerak. Ya'ni shu shaklda bo'lishi kerak. Va paravoy kran, ya'ni deylik buxor nayidan foydalanayotganimizda uni picture'imizga to'g'ri joylashtirish kerak. Buni eng sodda va eng unumli yo'llardan bittasi picture'imizni to'rga bo'lib olamiz va to'rdan bir qismiga buxor nayimizni joylashtiramiz. Joylashtirayotganda juda ham o'rtaga yoki juda ham devorga yaqin qilib olmaymiz, yoki juda ham chuqur, yoki juda ham labida, ya'ni yuzida qilib qo'ymaymiz. Chuqurligi 1 sm va devordan 1 sm qochsagina yetarli bo'ladi. Ya'ni shu shaklda o'rtacha buxor nayimizni 45 darajagacha bukamiz, ya'ni ko'taramiz. Shu juda ham to'g'ri bo'ladi. Ko'pirtirayotganda o'ng qo'limiz bilan picture ushlaymiz va chap qo'limiz bilan buxorni kontrol qilamiz. Shu shaklda. Sut bilan ishlashda sutni sovuqlik bo'lishi juda ham katta ahamiyatga ega. Agar sutimiz iliq yoki deylik issiq sut ishlatadigan bo'lsak, ko'pirtirishda biz xohlagan qavomga kelmasdan sutimiz qaynab ketib qoladi. Agar sovuq sut ishlatadigan bo'lsak, biz buxor nayi bilan, ya'ni deylik buxor bilan juda ham ko'p muddat ishlab turib, sutimizni kerakli qavomga olib chiqa olamiz. Hozir men ko'rsatib beraman buni. Sut ko'pirtirayotganda ikki jarayon bo'ladi. Birinchi bo'lib turib buxor bilan katta ko'piklarni hosil qilamiz va vortex yordamida shu ko'piklarni maydalab qaymoqsiz qavomga olib kelamiz sutimizni. Sutimizning issiqligi sutli qahvalarda 65-70 daraja bo'lishi kerak. Va sut ko'pirtirib olgandan keyin albatta buxor nayimizni nam lata bilan tozalab va ichida qolib ketgan sut va suv qoldig'idan chiqazib tozalab qo'yishimiz shart.
Sutimizni qavomi kefirga o'xshagan bo'ladi, ya'ni quyuqroq qavomga keladi. Sutli qahvalarda, kapuchinoda sutning ko'pirtirilishi, ya'ni ko'payish darajasi 30% gacha bo'ladi. Sutni pechkada quyishimdan oldin shu joyda edi va hozir 30% buni rashrach qildim, ya'ni ko'paytirdim va shu holat bo'ldi. Ya'ni kapuchinoni ichayotganda o'z odatda ko'pigi ko'p bo'lganida, lattedan bitta farqi kapuchino ko'pigi ko'proq bo'lganligi. Kapuchinoda muhim bo'lgan narsadan bittasi qahva, espresso, ya'ni espressoni hozir olamiz, tayyorlab olamiz. Espressomiz uchun 18 gram qahva ishlatamiz. Espressomiz retsepti 1 ga 2,5 bo'ladi. Ya'ni har 1 gram qahvaga 2,5 ml suv to'g'ri keladi. Espressomiz damlashdan oldin flash deymiz, ya'ni deylik bir marta suv oqizib olamiz. Bu bundan oldingi damlangan qahvaning qoldiqlaridan tozalab olish va agar uzoq muddat espresso damlamagan bo'lsak, suvi darajasi gruppada keragidan ko'proq, ya'ni 95 yuqorisi bo'ladi. O'shani suv oqizish yo'li bilan pasaytirib olgan bo'lamiz. Hozir kapuchinomizni yana boshqatdan sut ko'pirtirib, u haqida gapirib beraman sizlarga. Kapuchino uchun sutni 30% rashrach qilamiz. Odatda agar sutimiz juda ham quyuqlashib ketgan bo'lsa, uni 2 ga bo'lib olish juda ham yaxshi bo'ladi va 2 ga bo'lganimizda, ya'ni boshqa pishirga kerak emas qismini olib tashlasak, bemalol espressoga sutimizni to'kayotganda elastikligini va deylik uni bemalol latte art uchun ishlata olamiz. Va sutli qahvalarda eng muhimlaridan bittasi va ayrilmas ustunlardan bittasi latte art, ya'ni sut san'ati. Sutli qahvaning ustida latte art bo'lsa, bu deylik baristaning ustaligidan dalolat beradi. Sut ko'pirtirgandan keyin juda ham hozirgiga o'xshab uzoq muddat agar biz sutni o'z holida qoldiradigan bo'lsak, raslayitsa, ya'ni deylik tabaqalanish bo'ladi. Sutimizni suyuq qismi alohida va quyuq qismi ko'pigi alohida bo'lib qoladi va bu sutimizni biz qahvamizga to'kayotganda yo birinchi sut yoki birinchi deylik ko'pik tushadi. O'shaning uchun sut ko'pirtirib bo'linishi bilanoq latte art, ya'ni sut san'atini boshlashimiz kerak bo'ladi. Latte artda ikkita muhim qism bor: kontrast va deylik simmetriya. Kontrast bu deylik qahvamizning har bir tomoni bir xil rangda bo'lishi, simmetriya ya'ni chizgan rasmimizni har tomonlama o'rtasida joylashishi, qaysidir tomonga yaqinlashib ketmasligi. Sutimizni espressoga to'kayotganda juda ham uzoq, yo'sam juda ham yaqindan emas, yo'sam juda ham yondan, yo'sam juda ham deylik tepadan emas, tom o'rtasidan qo'yishimiz kerak va sut bilan birinchi bor turib espressoni to'g'ri aralashtira olamiz va latte art qilayotganimizda juda ham erta va juda ham kech boshlanmaydi. Finjonimizni 4 dan 3 qismini to'ldirganimizdan keyin latte artni boshlaymiz. Latte artni erta boshlab qo'yadigan bo'lsak, biz xohlagan natijaga erisha olmaymiz. Latte artda muhim narsalardan bittasi kontrast va simmetriya. Kontrast bu sut bilan deylik espressoni to'g'ri aralashgani, simmetriya esa chizgan rasmimizni tom o'rtasida joylashishi degani. Va latte artda muhim narsalardan bittasi sutimizni finjonga juda ham ko'p to'ldirib olmaslik, yo'sam juda ham sayoz qilib qo'ymaslik. Muhim rollardan bittasi va aytib o'tganimdek
kontrasti, ya'ni chizgan rasmimiz juda ham chekkada yoki juda ham deylik tepada bo'lmasligi kerak, o'rtada joylashgan bo'lishi shart. Va sutni aralashtirgan paytimizda agar sutdagi chiziqlar juda ham deylik espresso bilan aralashgan bo'ladigan bo'lsa, simmetriyamiz bo'lmaydi. Ya'ni chizgan rasmimiz bilinmay ketadi.